Assalomu alaykum va rahmatulloh aziz yurtdoshlar, kanalimiz a'zolari. 25 kilovatli kat yo'limizda Farg'ona viloyati Buvaydaqa Uchko'prik tumani Kenegasi qishlog'iga qo'yilgan. Xohlasa yoqib sinab ko'rsatib berdik. Yonishlari zo'r. Yonib turibdi. E'tibor bo'lmadi, yaxshi 70 gradusga полный sistema chiqdi. Yarim soat atrofida vaqt bo'ldi. Полный sistema 70 gradusga chiqdi. Uyning kvadrati 250 kvadrat. Yoqib berishi zo'r. Kimga shunaqa sifatli kat yo'llar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomerlarini yozib qo'yamiz. Bu garelkamiz retortni chugunli garelka deyiladi. Polsha texnologiyasi bo'yicha ishlab chiqarilgan garelka. Xohlasa ishlashlari zo'r. Yonishi o'ta ham ideal. Hozir bu ham bolam kerakni yaqarni kerakni ko'chirib qo'yaveradi. Ishlayveradi sistema. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Kanalga obuna qo'ysalar, inshaalloh bundan yaxshi videolarni qo'yib boramiz. Hozir ekran tushirib qo'yadi, kasetni qo'yadi, ekran bog'lanadi. motorlari двойной elektrli 220 motor 0,5 kW. Ko'mirlar kerak bo'lsa